Alloh taboraka va taolo Baqara surasida 168-oyatida shunday marhamat qilyaptiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban va la tattabi'u khutuwatish shayton innahu lakum aduwwun mubin. Alloh taolo aytibdiki, insonlarga jami o'zining bandalariga xitob qilyapti. Ya ayyuhannas degan, ey odamlar deganda hammaga xitob bo'lyapti. Xoh mo'min bo'lsin, xoh mo'min bo'lmasin, xoh ibodat qilsin, xoh ibodat qilmasin, hammaga umumiy holatda chaqiruv bo'lyaptiki, ey odamlar degan buyruq, chaqiruv bo'lyapti. Ana undan keyin Alloh taolo bizlarga buyuryaptiki, yerdagi halol pokiza narsalardan tanovvul qilinglar. Ya'ni qaysi narsani yemoqchi bo'lsalaringiz, o'sha halol bir pokiza narsadan yeyinglar. Va hamda shaytonni ko'rsatgan yo'llariga ergashib ketib qolmanglar. Bilinglarki, albatta bu shayton sizlarga aniq dushmandir deb Alloh taolo shunday deydi. Endi tanovvul qilishlik deganda, muhtaram azizlar, faqatgina yeyotgan narsamizni tushunib, shu bilan kifoyalanmasligimiz kerak ekan. Balki tanovvul qilayotgan degan narsamizda xoh yeyotganimiz bo'lsin, xoh ichayotganimiz bo'lsin, xoh qo'limizga kelayotgan mablag' bo'lsin, xoh masalan uyimizga, xonadonimizga kirib biz o'zlashtirayotgan narsa bo'lsin, hammasi shu mana shu hozirgi halol poklikka kiradi. Hovlimizga nima narsani kiritayotgan bo'lsak, shu halollik bilan bo'lishi kerak. Nima narsani cho'ntagimizga solayotgan bo'lsak, shu halollik bilan bo'lishi kerak. Demak, dinimizni mana bu oyatda bizlarga ta'limoti shu. Ya'ni hamma hayotlaringiz shu halollikka, pokizalikka bog'langan bo'lsin deb Alloh shuni bizlarga ta'limotini beryapti. Endi shaytonning ko'rsatmalariga ergashib ketib qolmanglar degan shayton bizlarga nimani xohlaydi? Bizlarga harom qilishni, gunohni, zulmni, o'g'irlikni, boshqalarga jabr qilishlikni, zo'ravonlik bilan boshqalardan mablag'imizni tortib olishni va hokazo qancha insonlarga kulfat bo'ladigan, zarar bo'ladigan narsalarni hammasini shayton bizlarga o'rgatar ekan. O'sha tomonga yetaklaydigan. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, shaytonning yo'liga ergashib ketib qolmanglar, balki meni ko'rsatmamga quloq solinglar, deyapti Alloh taolo. Va hamda oyatning oxirgi qismida aytib qo'yaptiki, albatta aniqki bu shayton sizlarga dushman. Dushman bo'lgandan keyin bu dushmanligini anglagan holatda shaytonga ergashmanglar deb Alloh taolo bizlarni bular shunaqangi turli xil qabohatlardan, turli xil zararlardan bizlarni saqlashligini ta'limini beryapti.